u kimdandir nimadir olish, qarz so'rash, yordam so'rash u oson narsa emasda Jamshid. Hech qarz so'raganmisiz? Shunaqa kun kelganmi? Vaqt bo'lganmi? Bo'lgan Jamshid. Bu ham bitta odamga borganman-da. Endi ana odam juda ishonib olgan ekanman-da. Beradi, aniq javob. Aniq beradi, chunki holati ham beradigan holatda-da. Ha, bechora emas. Yo, ishonga o'ziga to'q. Bermadi emas. Men unda odamdan qarz so'raganman. Xat hujjatni berdi-yu, mo'ljallaganda 10 dan biri bo'ldi. 10 dan biri? Endi ana boy aytdi-ku, hammani o'zingdek ko'ravermagan ekanda. Endi u xohishi uni bermaslik, u majburiyat, menga qarz yo'q. Prosta qarz so'rayotgan odamcha Jamshid ana ishonib borsa yomon ekanda. Avvalambor hech kimni qarz so'rashga muhtoj qilmasin. Lekin hayot tashvishi nimadir bo'ladi, bolang kasalligi, o'qishiga, boshqasiga, uyini nimasidir majbur bo'lasan-da bu. Men masalan u kimdir uy quraman, boshqa qilaman bo'ladi qarz. O'sha payt ana yaqin odamingdan so'rasangchi, bermasa-chi mamati zil ketar ekanda. O'shanga kimdandir qarz so'rashdan oldin baribir ming chandon o'ylaysan-da. 1000 marta o'ylab, istixora qilib bir xijolat bilan borasan. Shu sababdan ana berishi, yopishini ham o'ylash kerak-da odam. Iloji bo'lsa mana shunaqa kimdir siz oldingizga muhtoj bo'ladi. Rostdan kerak bo'lib keladi, siz aytgan vaziyat bo'lib. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, kimdir siz oldingizga kelsa, agar sizda imkoniyatingiz bo'lsa, shu odamga bering. Agar ishonsangiz shu odamga berganingiz savobda. O'sha odam sizni deb ishi bitadi-da. Aytibsiz mana, yo'q desa og'ir qiynalib qolaman. Uni hazm qilib olish og'ir-da. Og'ir-da, lekin Jamshid bitta narsani ham bilish kerak-da. Ko'rinishidan odam boy bo'lishi mumkin-da, biz bilmaymiz-da. Ha. Tashqi ko'rinish boy. Tashqi ko'rinish boy ko'rish mumkin. Yaxshi uyi bosh, lekin u pul bor degani emas-da Jamshid. Buni ham e'tiborga olish kerak. Chunki qarz borib so'rasa, bekitmayman, bitta odam orqali chiqyapti. Mendan pul so'rayapti. Men birov orqali pul so'rayapti. Alhamdulillah shunaqa kurs qo'yganiga, lekin bo'lsa-ku qani bersang. Beradigan sharoitda bo'lsang. Endi o'sha haligi odam tushunmaydi. Ishonmaydi. Mana hozir senga aytdim, ana odam berardi deyapman, lekin men o'zim o'sha holatga tushdim-da. Keyin u odamni holatini his qildim. Balki men so'ragan payt demak unda ham qo'lda bo'lmagan. Masalan, hozir shu Zafar akamning uylarini ko'rsanglar, millioner deb o'ylaysizlar. Haqiqatan shunaqa ko'rinishi. Lekin hozir mana siz oldingizga ko'rgani keldim, aytibsiz boshimga bir ish tushdi. Falokat bo'lib qoldi, qo'limda muammo bo'ldi deysiz. Aytgancha hozir nima ish qilyapti, hozir nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Aytib ketaylik shu yerda. Jamshid Premier korxonada ishladim. Premier biz bilgan o'shani Premier konditsioner, Premier xolodilnik, televizor, xullas Premier brend ostidagi firmada ishladingiz. Maishiy texnika ishlab chiqargan firmada 8 yil ishladim. Alhamdulillah, kam bo'lmadi. Baraka topsin. Xo'jayinlar, kollektiv zo'r jamoa. Hozir ancha gurkirab ketdi. Men bir hasharimiz bor edi, shu hasharga borganda tomdan yiqilib qo'lim sinib qoldi. O'sha sinib bir 4 oycha yotib qoldim. Chunki juda 2 marta operatsiya o'tkazdim. O'sha rahbariyat ham ancha yordam berdi, qarab turishmadi. Ishlab yotib bo'lsa ham, ishlab bo'lsa ham ishlarni bajardim. Endi hozir sog'lig'ida muammolar bo'lgani sababli keyin oxiri hozir qisqarib aytganda pensionerman. Ha, pensionermisiz? Yosh pensionerlarni ko'rganmisizlar? Hozir pensiyadaman. Chunki ancha hozir mana qo'lingiz объяснить turibdi, lekin bilmagan odam muammosi bor deb o'ylamaydi, lekin men bilib turibman, katta chandiq ko'rinib turibdi. Agar sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Ichi temiri bor, menimcha 2 marta operatsiyada o'tkazildi, tirsak singan, olib tashlashdi. Mana bu ham sinovda, Zafar aka. Sinov o'zini suyganiga beradi-da. Ha. Endi mana shu gapingizga bitta narsa esimga tushib qoldi. Nimaga biz shunaqamiz? Bizani boshimizga shunaqa qanaqadir bizga yoqmaydigan kunlar kelsa, bir falokat bo'lsa yoki nimadir qarz bo'lib kasal bo'lib qolsak, sinov, Alloh sinovotdi deymiz-da. Ayrim odamlar bor, sizga emas, boshqa bir odamga shunaqa musibat kelib qolsa, ana Xudo ko'rsatdi.
xudo uni jazolayapti deb ko'radida, lekin o'ziga xuddi shu narsa kelsa endi sinovda deydi. Sinov deydi. Nimaga mana shunaqa adolatsizlik bo'ldi? Mana o'zingga sinov deb bildingmi? Birovni uyi yonib ketsa ham ana menga qachonlardir mana shunaqa gap gapiruvdi, shuning uchun boshiga shunaqa kelyapti deydigan odamlar bor. Sen qayerdan bilasan? Sinov o'zi suyganiga beradi. O'sha sabringga yarasha sinalasan va shunga yarasha mukofotini olasan. U aytayotgan odamlar g'alamis odamlar bo'ladi jamshid. G'alamisda ichi qorada, bir marazi bo'ladi ichida. Jonsam shu bitta bir nima deydi, ani bir kichkinagina miqdorcha ham bir qanaqadir baxilligi, bir g'alamislik, yaramaslik bo'lgandan keyin mana shunaqa gaplar qilishadi. Lekin Xudoga ishongan odam bo'ldi deydi, bo'ldi. Alloh yana sinadi. Shunisiga shukr. Lekin agar u odam bir Xudodan qo'rqadigan joyi bo'lganda, bir yaxshi bir ilmi bo'lganda, bitta kitob varaqlab ko'rganda, qanaqadir kitob bo'lsa, Bunaqa demasdi. unaqa demasdi-da. Yo'q, qarangda, eng qizig'ichi u gapni 10 yil oldin bo'lgan, qanaqadir gaplar bo'lgan. 10 yil undan ham ko'p bo'lib ketgan bo'lishi mumkin-da. Mashinasi avariya bo'lib qolsa yoki bir nimadir bo'lib uyini bir yarim qismi yoki nimadir yonib ketib qolib yoki o'zi bir kasal bo'lib mana shunaqa operatsiyalar ish chiqib qolsa-chi, ana unda 5 yil oldin deydi, menga bunaqa degdi, o'shanda dilim og'ruvdi, Xudo endi ko'rsatdi meni deydi-da. U sinovdir u. Qarg'aganman deydi. Avvalambor qarg'ish, nima deydi? U qarg'ish unga loyiqmi, yo'qmi? Mana mazlum deydi, mazlumni duosi, ili zulm ko'rgan odamni duosi ijobat. Lekin просто san nimadir xafa qilib, u bilan buni gap o'tib ketdi degan emas-da. U san duo ibodat qilgan bilan u sen shunga loyiqmisan, yo'qmi? O'zi ayb menda-da, men sen qarg'asam, bo'ldi, mana men aytganim bo'ldi degani, u odamning tubanlikda u. Tubanlik ham to'g'ri, lekin adolatsizlik nima deb o'ylayman-da. O'zingga adolat bilan qarayotsan-ku, o'zing yiqilib tushsang, bir kasal kelib qolsa, Xudoni sinovi deb qabul qilyapsan-ku, adolat qilyapsan-da o'zingga. Lekin birovga adolat qilmayapti-da, uni jazo deb qarayapti-da. Ana qo'pol qilayotganda chami dimlanib qolganda miyasi bilan unaqalar. Shunaqa bo'lmaylar. Men hayron qoldim, birovni pul topa olmay qiynalayotganidan xursand bo'lgan odamlar bor ekan. Xursand bo'ladigan odamlar bor ekan. Kimdir kasal bo'lib qolsa xursand bo'ladigan odamlar bor ekan. Unaqa bo'lmaylar, duo qilib qo'yinglar, mana Alloh mushkulini oson qilsin. To'g'rimi? Bir tupikka kirib qolibdi. Hammada ham bo'ladi. Ertaga bu sizda ham bo'lishi mumkin. Ertaga xuddi shu holatda siz ham yotishingiz mumkin. Kasal bo'lib, u hech kim nima deydi? Biz Nikto застрахован. Hech kim sizni страховка qilmaydi. Ertaga o'sha kun siz kulyapsiz, xursand bo'lyapsiz hozir. Ish yurishmayapti, kasal bo'lib qoldi, xursand bo'l. Ertaga siz ham shunaqa bo'lib qolishingiz mumkin. O'sha onda siz ham bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun birov haqida gapirayotganda Xudo ko'rsatdi emas, adolat bilan o'zingizga insof qildingiz-ku. Sinov, unga ham sinovdir, Alloh sinovini oson qilib qo'ysin deb qo'ysanglar yaxshiroq bo'ladi mana. Mana shunaqa birovni musibatini ko'rgan payt chiroyli qilib duo qilib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Ko'p yaxshilik qilgansiz-ku, Zafar aka. Jamshid, men qilmaganman. Yo'q. Xudosi sababchi qildi-da. Men o'zim bilganlarim bor-da. Kimdir uyli bo'lishiga sababchi bo'ldingiz, Alloh sizni sababchi qildi. O'zingiz bilan necha marta bordik, kasal bo'layotganlarni, holda xabar oldingiz. Masalan, bunday olib qarasa sizga nima edi? O'sha odamlarga deb, meni muammom emas edi, siz ham bo'lardi. Savol shunaqaki, o'sha odamdan yomonlik qaytganmi sizga? Dilingiz og'rib qolgan keyin o'shanda, tavba. Men u uchun harakat qilsam, bunaqa narsa bo'ldi. Bunaqa narsani eslamayman. Yo'q, kerak bu. Men nimaga bu savolni beryapmanki, shunaqa odamlar bor-da hayotda. Yaxshilik qiladi, o'zi shunaqa odam, tabiati shunaqa-da, o'zi muhtoj, o'ziga kerak yordam. Lekin shu boshqalarning hojatini chiqazib yuradi. Birovga yaxshilik qilyapti, qanchadir vaqt o'tgandan keyin kutmagan joydan aperkot kelib qolyapti. Bundoq qarasa, kim urdi ekan, bundoq qarasa, qachondir yaxshilik qilgan odamingiz bo'lib chiqadi-da. Shunaqa holat bo'lganmi sizda ham? Endi Jamshid, endi sinovda unaqasi nima deydi? Endi unaqa paytdachi biz avvalambor komanda bilan ishlangan, katta jamoa bo'lgan, bilasan o'zing ham. Biz faqat yetkazib beruvchi edik. Dalolat qilardik. Bittani cho'ntingizdan bir so'm pul bergan joyimiz yo'q edi. Shuni o'rtasida turib baribir
ana ehson qulishdan olib haqdorga olib borib bergan. endi uni orqasidan biz ko'rgan narsaga bu sinov deb qabul qilganmiz. Chunki men u bo'lgan vaziyatni o'ziga havola qilganmiz bo'ldi. Chunki maqsad faqat savob bo'ldi, boshqa narsa bo'lmagan. Savob olish bo'ldi, savob oldik, qildi, ketdi. Ertaga menga nimadir qilgan narsasida agar va men bunga bunaqa narsa qiluvdim, bu menga bunaqa narsa qildi desachi, hammasi Alloh kuyib ketadi. Yulib ketadi, yulib ketadi. Demak, sen maqsad uchun qilgan bo'lib qolasan. U maqsad sari o'zing shaxsiy manfaatingga qilgan narsadan unda kerak yo'q, unaqa ish. Unaqa narsa kerak yo'q. Ko'rdingiz shunaqa berayotganlarni. Maqsad boshqa narsa. Men unaqalardan ishlamas, unaqalardan hozir ko'payib ketdi-ku, kimgadir ehson qilaman desangiz, qilaman deyotgan odam kartochka olib keladimi, guruch olib keladimi, piyoz. Selfi, mana men qo'shnimga 5 kilo kartochka bilan 5 litr yog' tashab ketdim. Ehson qilib turinglar sizlar ham. Bu aslida yaxshidir. Yaxshi ma'nodan qarasangiz. Uni ko'rgan odam boshqalar men ham ehson qilay deyishi mumkin, lekin ko'payib ketmayaptimi? U boy yetdingiz-ku. Adam yetardilar, o'ng qo'ling qilgan ish chap qo'ling bilmasin. Hozir shu narsa teskari bo'lib ketmayaptimi? Orqangizdan bilyapti-da, ish qilayotgan ishingizni. Biz jamshid o'sha pul bergan odamlarcha tanimayman o'shanda. Biz kelardi, tashab ketardi, kimdir orqali berib yuborishardi. Biz tanimaymiz ham, bilmaymiz ham. Mana qanaqa? Taqvo. Otini ham yetmaydi. Otini ham yetmaydi. Bitta bola keladi, keyin telefon desang, u odam yo'q. Kimdandir berib yuboradi. Bunaqalar hozir ko'payib ketganda, men eshitaman bir xilli qanchadir pulini foizini berar ekansan deyirkan. Xudodan qo'rqlar, endi voy, sen o'sha blogerlik qilyapsanmi, yaxshilik qilaman deb chiqdingmi? Indamay qilib ket. Kasalga borib sen olyapsanmi, do'li so'radingmi? Ertaga anta javobi qiyin bo'ladi-da. Chunki u berayotgan odam zakoti, ehsonni berdimi, uni haqqi. U yetimmi, bemormi, boshqami, ertaga yonasan bor. Yondirib yuboradi. Mana shu dunyoni o'zida kuyib ketasan. Ko'payib ketgan. Men eshitaman, hayron. Shunaqa bo'ladimi? Shunaqa bo'lib ketgan. Qanaqa, masalan, men haqdor turibdi. Deylik siz, men bilmayman, ehson menga berasiz, men bloger bo'lsam, olib turib anonga $1000 berishim kerak, mana shu $300 menga berasiz, 700 beraman desa, ana bechora odam yo'q joydan 700 ga oldi, bo'pti deydi. Ha? Majbur, ixtiyoriy majburiy deydi. Endi qarang, ana blogerda ham o'zining oqlovi bor-da, bu rozi bo'lib beryapti-yu deyishi mumkin. Lekin ana odamni minini 300 ni qayirib qo'yapti-da, to'g'rimi? Jamshid, sen borib o'sha pulni olgan borasan-ku, ishlatgan benzining ham haqqing yo'q qo'yishga. Ha, o'shani pulidan qo'yish ham yo'q. Mumkin emas. Sen nima uchun qilyapsan? Bu ish bizada kasb emas-da. Men o'sha 8 yil korxonada ishlab kelgan bo'lsam, men ishim, oiligim alhamdulillah o'zimga yetadigan darajada ishlab kelganman. Bu hobbi edi. Bizani jamoamiz hobbi edi. Hammani, kimdir bittasi biznesmen, bittasi mediani boshqaradi, kimdir umra bilan shug'ullanadi. Tushunasizmi? Kimdir hatto dachalari bor. Maqsad odamlarga yaxshilik qilish. Shu kimdir kasalligini, mana shu masjid qurilishi deysanmi? Kimdir o'sha oqqon bo'lgani, yurak kasali, yetimlarning uysizligi, mana shunaqa ro'zg'or ta'minoti bo'lsinmi, u jamoadagi katta hammani o'zining ishi bor edi. Bironta odam o'tda bir so'm pul umid qilmagan. Maqsadi ham bo'lmagan. Sizni hayotdagi hammani o'zini kumiri bo'ladi, kumir deydi-ku. Kimgadir havas qiladi, kimdir o'ziga shu odamni bir kumir deb biladi. Ya'ni qahramon, men uchun qahramon shu deydi. Siz hayotingizda qahramon kim? O'zingiz uchun. Men uchun meni qahramonim albatta men otajonim bo'ladi. Jamshid bilasan, adamchi kasal bo'lganlarni ko'rmaganmiz. Adam bir kasal bo'lmabdilar-da, shunga. Bilmayman, kasalliklar ko'rsatmaganlar. Bo'ylari bilasan 2 baland bo'lganda, hozir sal cho'kib qoldilar, yoshlari o'tib, qarib. Men bizni uyimizda domda katta bo'lganmiz, ota-onamiz shu adam zavodda ishlaganlar, onam o'qituvchi bo'lganlar. Adam uyimizga bitta usta kelmaganda. Adam o'sha zavodda, beton zavodda panelida o'sha beton sex boshlig'i bo'lgan bo'lsa, o'sha masjidlik domlarni qurganlar.
boshqa qurilishlarni qilishgan. Svarka deysam, santexnika, elektrika, duradgorlik deysam, agortimiz katta bo'lardi. Hamma narsada tushunasam, birovdan bir kam bo'lmaganimizni, boshqa adam mani qahramonim bo'lganlarda. Endi albatta otadan ham ustun turadigan bu bitta man emas, butun musulmonlarni kumiri menimcha payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb bilaman. Menimcha hamma shunaqa musulmonlar deb o'ylayman. Baribir bolalikdan otadan-da, ota-onamizdan-da ustun turadilar. Lekin ulardan keyin otam deb bilaman. Endi masalan hozirgi bolalarni so'rasang, kimdadir Messi, futbolchi, Ronaldo, Panaldo deydi. O'g'limga aytsam, Alijon qor ekan. Alijon qor ekanni ko'rib, endi misol uchun havas qiladi. Endi albatta Janob Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham tanishtirganmiz biladi. Endi orada ham adamazga o'xshash qolgan deb qo'yadi. Menga o'xshamagan deyman. Mendan afzal yaxshi bo'lgan deyman. Nimaga hozir otangiz haqida gapirganingizda ko'zingiz yoshlandi? Hayotlar, Alloh umrlarini uzoq qilsin. Nimaga? Bilasam, ota-ona bu jannatni ikkita darvozasida. Hayotli paytlarda odam qadriga yetmaydi-da. O'tib ketgandan keyin yetardi ko'pchilik. Lekin men hozirgi holatda men qadrlarga ancha ota-onam yetib kelaman. Chunki 20-yil koronavirus bo'lishdi. Men o'zim bo'ldim, mendan keyin ota-onam ketma-ket bo'lishdi. Adam o'shanda ahvollar juda og'ir edi. Bizni o'sha Zangiotadan kelmanglar degan darajada shunaqa nima qilishdi. Lekin Alloh bizga otamizni qaytarib berdi. Endi Sinoviga onamlar og'irlashib qoldilar endi. O'zing bilasan, hozir ko'zlari ko'rmay qoldilar endi. Sinov uni ham qabul qildilar. Ummu Maktum roziyallohu anhu bo'lganlar, o'sha ko'zlari ko'rmagan. O'sha kim ko'r deydi, o'sha birinchi Allohning jamolini ko'rish niyat qiladilar bo'ldi. Otam, onam ukalarimdan turishadi. O'zi va uyimga olib kelaman deb alohida ular uchun xona, hamma sharoitlar qilganimda ukalarim xafa bo'lishdi. Menga alam qilganini bilasan, Jamshid. Bizda davlat katta bola chiqib ketish kerak uyda. O'shanisini aytadi. Nima barakada ular. Chosam ota-onang bo'lsa mana Tohir o'zi ham mana chil onaxon mana duolari bilan, buvingni duolari bilan birodan kam bo'lgan joyi yo'q. Mana endi o'tdilar, o'rnlari bilinyapti endi to'g'ri. Amaqimiz do'daylar, yoshliklar o'tib ketganlar. Ota-onam hayotlar, lekin bilasanmi, 2-3 sinfga daradilar. Men maza qilib ularga vaqt, ular bilan nima qilishga olayman, kelishadi. 3 kun, 4 kun kelishadi. Lekin ular o'tdi-da, muqim joylari. Muqim joylar o'tdi. Mana hozir onam mana kanikulga olib kelganmiz. Mana adam endi o'tdi, hovlida bitta odam qolish kerak edi. Ular ham o'sha hovlida turishadi. Keladilar, kelmaydilar. No, bilasanmi? Oraliq masofa shuncha bo'lsa ham birga yashaging kelar ekan ota-onangni. Chunki seni shu holatingda eng zo'ri bilasanmi, mana joyi kelganda seni boymisan, kambag'almisan farqi yo'q-da ota-onang. Ota-ona uchun farqi yo'q-da. Boricha sen borliging uchun nima qilasan? Shunsa yana pensiyaligida kulasan. Va boshqa vaqti kelganda pensiyaligida yordam berishga ishonga. Jamshid shunaqa daraja bo'lganda, ha, men bir majburiyat qoldi. Shunaqa bir holat bo'lib qolgan o'sha payt pensiyada uyat kimgadir uyat deyishi mumkin, o'l deyishi mumkin birov. Endi hayotda har narsa bo'ladi. Men demoqchimanki, ota-ona har qanaqasiga pensiyasini berib bo'lsa ham, nima qilib bo'lsa ham, lekin baraka bo'ladi. Alloh rahmat qilsin, Anvar qori akam aytardi. Ramazon nimalariga borganimizda bugun bir o'tirib, ota adajon deb bir bitta go'sht pishirib berdinglarmi bittanglarga? Yo borib onanglarni oyog'ini yuzinglarga qo'ydinglarmi bittanglarga? Otani xursand qilinglar, duosini olinglar dedi. Qori akam aytardi. Uni hamma biladi, bor narsa. Hozir tirikliklarida qadriga yetib, lekin ertaga
mana bizni boshimizdan o'tkazdikda, his qildikda. Ota-onani yo'qotib qo'yish qanaqaligini o'sha 6 yil oldin koronavirusda. Men o'tkazdim, his qildim. Otasiz qolish qanaqaligini. Misol yoshim katta bo'lsa ham, yo'q, ota-ona baribir kerak ekan. Chunki men nima ish qilsam ota-onam maslahatlashib qilganman.